bizni Mehmonimiz. mohir aktrisamiz, iste'dodli shoiramizni tabriklagani shogirdlaringiz ham kelishgan. Albatta. Sizga Gullar bildirganimiz bilan. yo'q. bilan. Sizga surpriz bo'lsin deb chorlashgan bizni Chorlaganmiz. muharrirlarimiz. Juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilaman. Juda ham yaxshi inson, o'zingizga o'xshagan. Umidaxon Burxonovani qarsaklaringiz ostida taklif qilamiz. Yaxshi ko'rgan shogirdlaringizdan. Kelibsiz Umidaxon, xush kelibsiz. G'olibjon gullarni Gullar, Qarang. gullar, Nargiz gul, gullar studiyamizda gullar. Umida gul. Ana. Rahmat Umidajon. Tolib esa gulga qarab kul. Men tolibi, ilmi tolibi. Ra'no yo'q. oldilarda turib Yuqayapti. Atiri gulim, 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 oh, atiri gul. Ha. Oh, atiri gul. Atiri gulim, 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 oh, atiri gul. Atiri gulim. Olamlarga tatir gulim. Buni ham hozir topishadi. Atiri gul. O'zlari hofizlar Atiri gul. Endichi biz endi dramatik aktyorlar ham Kuylaydi. kuylaydi. Chunki san'atimizda shunday bir ijodkorlar borki, qo'shiqlarni qalbingizga, xotirangizga quyib qo'yadi-da, aytgingiz kelaveradi. Atirgul haqida qo'shiqlar juda ham ko'p. Buni gaplashamiz, Umidaxon tabriklashingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ustozlar, erta tongdan, munavvar tongdan mana shu Telegram orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz va ushbu chiroyli kunda mana bir yil o'tdi, yana bir yoshga ulg'aydilar mani ustozim, xalqimiz ardog'idagi inson. Hammamiz yaxshi ko'ramiz sizni. Ra'no opa Yarasheva tug'ilgan kunlari ustoz, umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Shogirdlaringiz baxtiga, farzandlaringiz, nevaralaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'lib yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Buni o'zingiz Meni bilasiz. shogirdlarim jonimga joylangan qizlarimda, bolalarimdek bular tun, kun demaymiz, qo'ng'iroqlashamiz, boshqa qilamiz. Mana yana bittasi. Mana kesirlar. Qani keling. Shahzoda alaykum. Tug'ilgan kuningiz bilan. Mana sovg'a ham. Ustoz, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bizda bugun bayram. Ertalab bo'lsa-da kayfiyatimiz zo'r, sababi O'zbekistonimizda bayram. Ustozimiz Ra'noxonim Yarasheva Gavharim deyman, brilliantim deyman. Tug'ilgan kunlari tabriklayman ustoz. Men ana shunday chiroyli, qalbi chiroyli, o'zi chiroyli, ijodi chiroyli qizlarim, shogirdlarim borligidan faxrlanaman.